Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari va video o'yin ixlosmandlari. Sizlar bilan yana Postal Gaming kanalida Postal Tut. Bugun biz World Conquer 4 o'yinini davom ettiramiz. Ya'ni kelib qolgan joyimizdan Rex bilan o'ynayotgandim. Dunyoni egallayman, tarixni o'zgartiraman deb. Bugun shunda davom ettiramiz. Conquest. Biz 39-yildan boshlaganmiz mana. Saqlab qo'yilgan bo'ladi. Pastda chap tomonda ko'rib turgan bo'lsanglar, ustiga bosasizlar, o'sha kelib qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Ko'rib turganlaridek, Fransiya allaqachon bosib olindi. Londonni egalladim. SSSR boshqa turib berolmaydi to'g'risi. Bugun xo'p Osiyoni egallaymiz. Afrikani ham egallashga harakat qilamiz. Bugungi video cho'zilib ketmasa agar ko'raman. Davom ettiramiz endi. Xo'p, shimolga bitta tankchi mashinani jo'natsak, bu Britaniya osonga egallab qiyin emas. Ikkita piyodani janubga, Afrikaga tashlaymiz. Amerika kutib turadi. Asosiysi hozir Osiyoni egallab olish. Endi nechta general bor, hozir bilolmayapman to'g'risi. Bitta bundan chiqarib qo'ydim. 9 ta yurish bor. Bu hali beri egallamagan ekan-ku. Egallayman hozir. Aviatsiya. Yaxshi. Norvegiya egallandi. Bittada bizni qo'ydik. Shita Gretsiya egallash kerak. Aviatsiya yetib keloladi. Fighter, bombardimonchilar. Endi shahar qamal qilishga bombardimonchi yaxshi, lekin qo'shinlarga fighterlar yaxshiroq. Ko'rdinglarmi? Bittada bizda Gretsiya tamom. Xo'p, endi kelib qoldi. Biroz uzilib qoldi. Davom ettiramiz. Qaysi qo'shinlar bor bizda? Buni nega bu yoqqa qoldirdik? Yaxshi. Machinist infantry. Motorlashtirilgan diviziya bu. Pastga bitta tankchini tashlashimiz kerak baribir. Yana bitta tankchi chiqaramiz, kattaroq shaharni egallashimiz kerak. Stalingradni olsak yoki Donetskdan chiqmaydi. Xo'p, yaxshi. Bu shahar ushlab tursin. Ikkita bo'ldi, yurish davom ettiramiz. Tezlash. Yaxshi. Kim edi bu? Guderian. Juda mashhur generallar. Yekaterinburgda oldik. Piyoda tezroq yuradigan bittasini jo'natish kerak. Xo'p, janubga tank tashlayman degandim. Artilleriya juda sekin yuradi, shunisi. Nima qilyapti endi bu Ruminiyani armiyasi bilan Stalingrad qamoq tursa bo'lar-ku. Piyoda bilan ushlolmayman bu yerda. Lekin qo'rqmasdan borsak bo'ladi. Vertolyotda qayerga tashlasam? Afrikagami, Amerikagami, Britaniya?
tanaga boramiz. Hoppa. Yaxshi effekt bermas ekan lekin. Ketdik. Уже kirishib boshlaymiz. Bo'la joydan qimirladi. Montgomery. Shu yerdan bitta general chiqaraman, yaxshisi yoqqa borgandan ko'ra. Ko'ramiz kim chiqarishdi. Keyin birdan Shimoliy Amerikaga o'tib ketamiz Kanada bilan. Tezlashtirish kerak faqat. To'xta. Elitni chiqaray. Injener, alpinist. Yoshlar ham yaxshi edi, mayli. Abram. Vertolyot chiqarsam, vertolyot effekti bo'lmayapti to'g'risi. Haymers kuchaytirilmagan va 12 ga kuchaytirilgan ekan. Kuchli urmaydi u. Heavy Gustav. Tank chiqaray tinchgina. Hop, general qo'yamiz, yaxshiroq generaldan. Mana Abramga Abram qo'yamiz. Ismi tushganini qara. Bunda nuklear bor ekan, yaxshi. Tak. Endi buni dushman kuchliroq joylashgan hududga tashlash kerak edi. Janubga ketsammikin? Shart emas. Bilan qayoqqa boramiz hozir? Bu yerga tashlasam o'zimizga ham tortda o'lib ketadi. Nuklear o'zimizni ham uradi, yomon narsa. Foydalanamiz. Tasha ham kerak. Yaxshi. Boshqani qolmadi. Joydan qimirlatmagan qara. Phantom Force. Hozir buni yo'q qilsam bular olib qo'yadi Stalingradda. Yo'q. Bunga kerak yo'q. Strategik muhim joy bu Stalingrad. Hop, kim bular bilan ortiqcha qo'shin ham ko'payib ketyapti cho'ta. Ishlarni yo'qotamiz. Bular o'zini yerini himoya qiladi, endi bizga paratrooper tushirmaydi. Aniq. O'z ishimizni qilaveramiz endi. Yo'q. Misr bilan bular qo'shin tushirmoqda. Bu yoqdan Fransiyani qanday qayerga? Bular Damashq bilan Yerusalim. Isroilmi? Isroil Misrga qaragan o'sha paytlar. G'alati. Qo'lingdan nima keladi? Men buni yuraman baribir. Takka tashlaymiz.
chiqaramiz. O'zi egallanadi bemalol. Mana senga la'natlar. Abla, eng kuchli tankim shu ekan. Xo'p. Xullas shu. Yo'q, hujum qilmaymiz. Endi flotiyasini foydasi yo'q to'g'risi. Biz ketamiz bu yoqqa. Xuddi to'sib tursak bo'lgan, o'tolmaydi bu yerda. Aylanib ham kelolmaydi. Qamalda qoldi. Hali Britaniyaning yerlari ko'p-da bu yoqda. Yo'q. Tutqazyapti-ku bular. Yaponiya tutqazyapti. Tezroq yetib kelishimiz kerak biz. Qayerga qo'ysam hammasini yopib qolaman. Tomosha qilamiz hozir. Polni yo'q qiladi mana shunisi. Qarab turinglar. Ko'rdinglar. Qolmadi bittasi ham. Tek mashhur Manstein eng zo'r general shu. Yana King Tigerga qo'yganman. Tiger og'ir tankiga. Xitoyda qo'shinimmi? Bo'ldi. Stalingradda qoldik. Shimolga mashikkalasi eplaydi. Tezroq Yo'lakka borishimiz kerak. Damashqdan. Afrikaga yetib kelish qiyin masala bo'lyapti shu. Nima qilsam? Bu bilan egallaymiz keyin yo'qotishamiz. Boshini chiqarmadim. Keyingi yurishga o'tamiz. Bizda yurish qolmadi. Pul VIP bular kelyapti. Tureradan ish ko'ryapsizlar. Hujum qilmagunimcha kelmaydi ular. Qo'rqoqlar. Boramiz xullas. Tarix zo'r bo'ladi-da, hozir qaranglar. Nyu-Yorkka tashlayman, Vashingtonga tashlayman. Atom bombani birinchi qo'llagan shu Amerika bo'ladi. Men onangni sen. Menga o'tib ket. Patton. Shu o'sir generalni yoqtirmayman. Bu Eisenhowerga. Patton qani? Bu yoqda ham. O'lib ketdimi yo? Qani sen Patton?
bitta tankchi generali bor Patton degan. Xo'p. Mana qo'shinda bizga kerak emas, shuning uchun bilan yo'q qilamiz. Abram. Qayerga yursam tepaga. İşte. Далее. Новосибирск. Bilan janubga ketamiz. Ketmay qoldi. Hindlarga kuching yetmay qoldim sen. Tezroq qatnab qo'shim kerak. Tezligi 16, lekin bu tog'li hududlardan o'tolmaydi. Motorlashtirilgan diviziya yaxshiroq. Orqasidan bittasi borish kerak, egilib turish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q, shunday qilib egallaymiz endi. Sovet Union. Bitta yurishimiz qoldi. Shu tomonda oldinga silja olmayapmiz. Qo'shin chiqarishga erinayapman to'g'risi. Tayland to'g'risi. Hop, keyingi yurish. Tan yuramanda. Kanada. Kreyserda ham bitta yo'q qolib qoldi. Kelamiz tinchgina. Joy. Mana shular yo'q qilib turaylar tinchgina. Kerak yo'qlar. Mablag' eng asosiy qurolimizni ishlatmadik hali. Amerikaga tushib turamiz. Hop. Tak. Bu yerda yana Fransiya hududi bor. Shuni ham tezroq kelsak, egallab olardik. Bu Italiya bir eplolmaydi hech yoqoni. Yerda bitta tankchim bordi, yo'q qilib mayli.
buni orqasidan borasan, xullas. Bu g'arbga boraman. Pastga bitta general jo'natish kerak ekanlar. Taqsimlash qiyin bo'lyapti. Shunga bittasini jo'natishim kerak. Keyin bu yoqqa ham bittasi ketish kerak. Bular shart emasmikan? Shuni jo'nataman yaxshisi. G'arbga. General tashlamasdan. Hop. Endi shaharni egallaganimiz yaxshi. Ostonani oldik. Qozog'iston. Novosibirskka bitta yengil tank chiqarib qo'yaman. Kuchliroqdan. Mana shu tanklar zo'rda, kam-kamdan ko'p bala chiqarib qo'ysak, bemalol egallab qo'ysa ularni joyda. Bez general o'ynasa ham egallab qo'ysa. Sen joyingda qolasan, xullas. Parashyutchi desantchilar kelib qo'yishi mumkin bu yerda. Ortiqcha qo'shin chiqarib yoqmayapti to'g'risi. Nuklear yo'q. 2 mingdan beryapti. Уже boyib ketdi. Dublinoga yaxshiroqdi, lekin hozir aviatashuvchilarni nima qilib bera oladi? Hech narsa qilib bera olmaydi. Senga la'nat. Vertolyot bilasizlar, hozirgi zamonda vertolyotlar eng zo'ri. Apache 64 amerikaniki. Lekin jangga yaramas ekan. Tank chiqarganim yaxshi edi o'rniga. Yana endi Washingtonni bir qiynaylik. Washingtonga tashlasam, keyin generallar ko'p ekanda. Keyingisida tashlaymiz Washingtonga. Sen la'nat. Yaxshi. Oson egallashim shart. General bu yoqda tashlashim kerak ekan bari. Tankchi chiqaraman shu yerdan. Bundan chiqmaydi. Kattaroq shahar kerak bizga. Tevashi bor buni. Yaxshi. Kerak emas ekan bunga o'zi. To'stan Xitoyga boramiz bu. Jonibga tashlaymiz hammasini. Endi ketsimizga kerak emas. Ortiqcha qo'shin. Boshqarish qiyin bo'lyapti. Xitoyga, Hindistonga bor. Xitoyga boraveramiz bilan. Ko'targanni o'zi eplasa kerak yo'qdi. Eplab qo'yadi. Chalg'itib turamiz. T-72 uchinchi shahar kerak. Mana shuni chiqaramiz. Artilleriya kerak bizga.
boya bitta xato qilib qo'ydikda, artilleriya qo'mondoni bor debdi. Jhukovdan agar tank kelyapti qo'yibmiz. Tankchi. Bu samolyotchi, bu to'g'ri kelmaydi bular. Artilleriyachi, piyoda yurish kamroq ekan. Klyuk. Kim bu o'zi la'nat? Mashhurrog'ini qo'yay deyapman men ham. To'rtinchi tankchi bu. Artilleriyachi. Sokolovskiy. Mana la'nat patton. Musor general bular. Guderian tankchi. Yan tankchi. Klyukani boyagi. Shuni qo'yaman xolos. Bu yetlib turadi, biz bu yoqda Xitoyga boramiz. Washingtonni olib qo'yamiz bemalol. Chunki mana bilan urib tashlasak bo'ladi. Bemalol xohlagan joygacha yetadi. Dubli qoldi bu yerda, keyin titranib pishdi o'zi. Shuni yursa, yurmayman deb turaveradi. Keyin yurish davay. Bular keraksiz narsani o'zi buzyapti-da, mana aytadi. Istehkomlarni. Shaharlarni egallagandan ko'ra shunday topib qo'ydik. Mana uni hali pishmadi. Kerak emas. Hozirda oddiy qaytaram bularga. Shaharimiz olib qo'yadi bo'lmasa. Kimga hujum qiladi? Shu janubga tashlaylik shuni. Afrikani tezroq olaylik. Taqacha yetib kelmas ekanda. Hududlarim olingan ko'radi. Nima foydasi bor menga? Yaqin Sharqda oldik. Suriya. O'rta Osiyo vatanimiz. Jang bilan olyapmiz bu yerda endi. Hali mana Xitoy la'nat. Hamma joyda mustamlakasi bor bu la'nat. Britaniya. Mayli, amallaymiz. Bo'lmasa cho'zilar ekanda. Yetib kelolmadi. Bu degan o'zi bilan normal. O yani yurishib berar ekan.
say. Bana qanday bu? Necha marta yuradi bu? Nima edi o'zi bu? Shtuka. Fast. Zo'r narsalar. Nemislarda eng zo'r. Qo'llardan. Tak. Chunki yozma. Bitta qo'shimcha qilamiz ham borib. Ko'ramiz. Bor ekan, nima bo'lsa o'tirardi. Qo'shlar yoqtirmayman. Hop, sen. Yaxshi. Nima foydasi bor? Afrikani mana o'zi ham olib qo'yar ekan. Nimaga bu yoqqa tashladim men? Ketamiz xullas Amerikaga. Hop, mana ko'rib turibsizlar, ancha joyga olib qo'ydik. Ittifoqdoshlar yordam berishtirganiga xalaqit beradi nuqul. Keyin yurishga o'tamiz. Tak, buni dengizga tushirasanmi keyin? Foydasi yo'q. Bundan turish qo'shib berganlar. Hozir kirib olsak uni o'ldira oladi. Mana la'nati. Nuklear bomba tashlaymiz. Xo'p, Hindistonga boramizmi yoki Xitoygami? Hindiston tomoniga general bergan. O'zim maxfiy generallarimdan. Tek qo'shinlarni olsak ham bo'ladi ular. Yoki bombardimon qilishga. Kimdir kelib ketmasa. Oson bo'lyapti. Mo'g'ulistonni tepaga ketamiz bilan. Yo'q, menus beradi. 30 joyga chiqish kerak. Qanaqa bus bilan qo'shimcha yurish olyapti, tushunmayapman men. Sentraga yaxshi ekan. This was disable name from back. Later response another action. 2 marta. 70% javob ekan bunda. Qayta yurishga shans. Bu yaxshi. Buzmaysanmi? Ko'targan. Yana bitta orqaga qolaman shu ketishda. Sekin harakat qilyapmiz bitta. Generalni keragi yo'q, ortiqcha general. Hech kimga achinmaymiz. Ortiqcha qo'shinlar kerak emas, o'ldirib kerak. Men vaqtim bo'lyapti. Yaxshi generalni ushlab qolaman.
Shimoliy ketamiz tinchmi? Afrika turibdi. Bo'g'ozi. Yerga qoldik. To'g'risi ko'plar egallanmadim, lekin ancha vaqt o'tib ketdi. Hop, yurishlar bekorga ketdi. Xullas, videoni shu joyda to'xtataman. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Unda keyingi videoga qoldi baribir. Oxirigacha egallash butun dunyoni. Keyingi videoda aniq egallayman, lekin hamma narsa deyarli tayyor turibdi. Masofa, hop, Amerikaga yetib olish biroz qiyin-da. Okeandan o'tish kerak. Osiyoni endi bemalol egallaymiz. Xitoy bilan Hindiston hech narsa qila olmaydi, qo'ldan kelmaydi baribir. Yo'qda SSRni уже tugadi. Anchalar egallab qo'ydik. Yaqisdagilar. Hop, hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Obuna bo'lib qo'ying. Obunachilarim deyarli yo'q. Hammaga xayr.